Assalomu alaykum qadrli do'stlar, muhtaram yurtdoshlar. Bu galgi podkastimiz qulog'ida, burnida va tomog'ida og'rig'i bor insonlar uchun ataladi. Ya'ni bir ajoyib mutaxassisimizni taklif etganmiz, Lord Javohir aka Shamsiddinov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi aka? Rahmat. O'zlaringiz yaxshimisizlar? Rahmat, zo'r. Dasturimiz boshidan bizga allergik rinit haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Allergik rinit bu burun shilliq qavatini tashqi muhitdagi allergenlarga nisbatan immun sistemasi orqali javob reaksiyasi hisoblanadi. Endi allergik rinit doimiy bo'lishi mumkin yoki vaqtincha bo'lishi mumkin. Doimiy allergik rinit yil davomida 12 oy qo'zg'aydi bemorlarda. Vaqtincha allergik rinit esa mana bahordan kuzgacha, ya'ni daraxtlarimiz gullaganda shu paytda qo'shini hisobiga vaqtincha allergik rinit deyiladi. Allergik rinit bilan shamollashning qanday farqli jihati bor aka o'zi? Allergik rinit o'zining nomi bilan allergiyani hisobiga, ya'ni tashqi muhitdagi allergenlarning hisobiga bo'ladi. Shamollash esa bakteriyani yoki virusning bo'lishi mumkin. Lekin allergik rinitni o'z vaqtida lecheniya qilmaslik albatta ikkilamchi infeksiya, ya'ni shamollashni yuzaga keltirib qo'yishi mumkin. Bilamizki, o'sha allergiya paytida ko'p aksariyat insonlar o'z odatda nimalar qo'zg'atadi ko'proq? Allergik rinitda, ya'ni allergenlar bu nima bo'lishi mumkin? Bu birinchi navbatda daraxt gulni changi, oddiy chang, o'tkir hidli kimyoviy moddalar, ma'lum bir sitrus mevalar bo'lishi mumkin yoki dukkakli mahsulotlar, qizil mahsulotlar organizmda allergik rinitni kuchaytirishi mumkin. Ya'ni achchiq, shirin mahsulotlar kuchaytirishi mumkin. Albatta aka, bugungi kunda sizni oldingizga keladigan bemorlar qaysi kasalliklar bilan kelishyapti? Endi baribir kuz mavsumi boshlandi, insonlarda tomoq og'rig'i, burun bitishi, quloq bilan bog'liq muammolar bor insonlar kelishi mumkin. Qaysilari dolzarb bugungi kunda? Hozir bir o'tkir respirator virusli infeksiya bilan keladigan bemorlar ko'p. Ya'ni hozir havo harorati tushishi bilan bilamizki, odamning immuniteti pasayadi. O'zimizdagi anaerob mikroflora uchun sharoit bo'lib, virusli infeksiyaga chalinish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Organizm uni bahor, yoz oylarida immunitet baland bo'ladi, anaerob mikroflorani pasaytirib turadi. Qish mavsumida esa immunitet pasayib, ular aktivlanib ketib qoladi. Mana shu shamollash paytida aytaylik, burun ko'p oqadi yoki bo'lmasam ko'pchilik mana shu vaziyatda o'z bilarmonlik bilan maxsus qandaydir tomchilar tomizadi-da, keyin o'rganib qoladi mana shunga. Buni qanday qilib tabiiy yechimmi yoki bir boshqa qanaqadir usullari yo'qmi shunaqa? Bo'ladi, tabiiy yechim bor. Ular bizga juda ko'p murojaat qilishadi. Ular avvalo samolecheniya, ya'ni o'zlari uchun lecheniya qilishadi. Sababi allergik rinit boshlanishi yoki o'tkir virusli respirator infeksiyalar boshlanishi bilan albatta birinchi navbatda burun bitishni boshlaydi. Shuni hisobiga uy sharoitida oddiy Renaxil yoki Snupga o'xshagan dorilarni foydalanib, shuni o'ziga o'rgatib qo'yadi. Ularni maksimal 5 kun, 7 kungacha ishlatish mumkin xolos. O'shaning uchun hech qachon biz ularga samolecheniya qilmanglar deymiz. Faqat burun yopilsa, burunni o'zini ochish bilan kifoyalanmaslik kerak. Simptomatik davo bo'lmaslik kerak. Simptomatik davo bu burun yopilsa, burunni ochish, tomoq og'risa bitta oddiy nima deydi? Og'riq qoldiruvchi dorilardan foydalanish hisoblanadi. Endi bunga patogenetik yondashish kerak. Sababi uni nima keltiryapti? Allergiya keltiryaptimi, virus keltiryaptimi yoki bakteriya keltiryaptimi? Buni aniq tashxis qo'yib, shunga mos ravishda lecheniyani tanlash kerak. Agar burun bitishi doimiy bo'ladigan bo'lsa, qanday tekshiruvlardan o'tishimiz kerak? Birinchi navbatda endoskopik tekshiruvlarimiz bor. Ya'ni endoskopiya yordamida burun halqumni ko'ramiz. Ya'ni burun nafas olishiga nima xalaqit beryapti? Peregorodkani yoki adenoid, bolalarda adenoid bezi yoki burun chig'anoqlari kattalashib ketganmi, shuni ko'ramiz. Undan keyin esa rentgenologik tekshiruvlarga yo'naltiramiz. Burunni yo'lini endoskop bilan ko'rish mumkin. Rentgenologik tekshiruv burun yondosh bo'shliqlari, ya'ni gaymer, frontal, etmoidal hamda asosiy bo'shliqlarimiz bor. U yerdagi ham yallig'lanish, u yerda ham shamollash nafas olishni qiyinlashtiradi. Keyin yana bir yaqinda bitta voqeaga guvoh bo'ldim. Bir tanishim aytdi, lorga borgan ekan, qaniydir ish tushib borgan. O'shanda lor shifokori tashqi ko'rinish, ya'ni burniga qarab, sizda allergiya bor ekan deb aytgan. Tashqi qarab, bitta qarashda allergiya bor yo'qligini qanaqa bilsa bo'ladi yoki u shifokor noto'g'ri aytganmi? Tashqi qarab o'zida allergiyani bilib bo'lmaydi. Sababi
bir nechta klinik belgilar bo'lishi mumkin kerak ularda. Birinchi navbatda burun qichish kerak, Ha, ikkinchisi aks urish kerak, uchinchisi burundan suv kelishi kerak ha. hamda nafas olish qiyin mana bo'lishi shu kerak. simptomlar so'raganda o'sha aks rasmi yoki allergiya bezovta qiladimi deb so'ragan, u tanishim yo'q, unaqa hech qanaqa bezovta bo'lmayman degan. Lekin qandaydir bir anaqa ko'rinishi bormi bilmayman. Burningiz bir taraf katta, bir taraf kichkina ekan. Mana shundan o'sha bildim deb aytgan ekanda. Bo'lishi mumkin. Endoskopik tekshiruvda burun chig'anoqlari kattalashgan bo'ladi. Shuni hisobiga xuddi hozir aytganimdek klinik belgilar so'raladi ulardan. Ko'z qichishi mumkin yoki quloqlarga ham ma'lum bir qichishlar berishi mumkin. Bu haqiqatan allergik rinitni belgisi. Allergik rinitni hisobiga chig'anoqlar kattalashib ketadi. Ha. Lekin chig'anoqlarni kattalashuviga qarab sizda allergik rinit bor ekan deyish bu mavhum narsa. Boshqa tomondan bo'lishi ham mumkin. Boshqa narsa, vazomotor bo'lishi mumkin. Nerv endokrin hisobiga chig'anoqlar kattalashgan bo'lishi mumkin-da. Tushunarli. Navbatdagi savolga o'tamiz aka. O'zimda shaxsan kuzatildi. Bugundan boshlab mana kuz mavsumi boshlandi. Baribir mavsumda inson organizmi uchun baribir ta'siri bo'ladi. Albatta. Fasl kirib kelishi bilan tomoq og'rig'i, quloq bitishi, keyin burun qichishi, ayniqsa aksirganimizda ko'zdan yosh kelish holatlari juda ham ko'p kuzatiladi. Bu nimalardan aka? Shamollashni belgisi bo'lsa kerak. Shamollashni belgisi ham hisoblanadi. Mhm. Keyin allergiyaning belgisi hisoblanadi. Ha. Uning uchun haqiqatan hozir aytganimdek endoskopik tekshiruvdan o'tishingiz kerak. Burundan prozrachniy suv keladigan bo'lsa, burun qichishlar bilan birga keladigan bo'lsa, keyin ko'zlarni qichib, quloqlarga beradigan bo'lsa, haqiqatan bu allergik rinit. Endi shu belgilarga isitma ham qo'shiladigan bo'lsa, bu o'tkir respirator virusli infeksiya bilan birgalikda kelishi hisoblanadi. Ha. Aka, xabaringiz bor, mana ko'pchilikni burnida yuqori qismida bez bo'ladi. Bu bez odam o'sha salqin tushganda bezlar yopilib, burundan nafas olish qiyinlashib qoladi va bu jarayonda bevosita odam nafas olish uchun dori vositalaridan foydalanamiz, sepadigan. Bu burunga hech qanday zarar yo'qmi? Albatta zarari bor. Biz allergiya yoki shamollash bilan kelgan bemorlarimizga yozib beramiz. Aha. 5 kun, maksimal 7 kun foydalaning deymiz. Agar undan oshiq foydalanadigan bo'lsa, organizm o'ziga o'rgatib qo'yadi. Ha, o'rgatib. Ya'ni burun chig'anoqlarini mustaqil qisqarish faoliyatini buzib qo'yadi. Hali xalq tili bilan aytganda dangasa qilib qo'yadi burun chig'anoqlarini. O'shaning uchun biz maksimal 5 kun, 7 kun yozamiz. Sababi burun chig'anoqlari qisqarib, nafas erkinlashadi hamda burun yondosh bo'shliqlariga havo kirishi hisobiga tezda u yerda sog'lomlashish holati yuzaga keladi. Inson kasal bo'lgandan keyin birato'la doktorga bormaydi, shifokorga ko'rinmasdan uy sharoitida davolanishni yaxshi ko'radi va bu jarayonda bilsangiz qora choyga limon qo'shib, issiq ichsa, mana burun yo'llari ochiladi, tomoq yaxshi bo'ladi deydi. Uy sharoitida misol uchun qanaqa usullardan foydalansa bo'ladi? Nimalarni maslahat berasiz? Nimalarni tavsiya qilasiz? Albatta, mana endi burunlar bitib, haqiqatan shamollash boshlanganda biz ko'proq insonlarga ko'proq iliq suyuqlik iching deymiz. Malinali choy, limon choy, limonni ham shirin qilib olmaslik kerak. Sababi tomoqqa yana qichish yuzaga keltirib, plyus emas minusga qarab ketib qolishi mumkin-da. O'shaning uchun ko'proq iliq suv iching. Tezroq hujayralar, organlar suvlanadi, infeksiyaga qarshi kurash qobiliyati ortadi. Yosh kattalarga bo'lsa, kompot, sho'rva ichish tavsiya qilinadi. Yosh bolalarga, 1 yoshdan katta bolalarga esa kam-kamdan tez-tez iliq suv maxsus eritmalar yordamida aptekalarda sotiladigan eritmalar tavsiya qilinadi. Tuzli eritmalar tavsiya qilinadi. Mana kuz-qish mavsumida shamollash ko'payadi, o'sha respirator kasalliklar, o'tkir respirator kasalliklar ko'payadi va inson qayta shamollab qolish, masalan, shamollayverish natijasida burunda o'sha iring to'planishi, shu bilan birga o'tkir asoratlari avj olishi ham mumkin. Shu haqida ham biroz to'xtalib o'tsangiz yoki bir yurtdoshlarimizga ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Bu tez shamollashni hisobi albatta ko'rganimizdan kam bo'ladi. Birinchi navbatda hozir aytgan endoskopik tekshiruv bu burun to'sig'ini qiyshishi mumkin. Burun to'sig'i qiyshiq bemorlarda havo yaxshi aylanmasligi hisobiga, misol uchun chap tarafga qiyshaygan bo'lsa, chap kamir bo'shlig'ida, frontal bo'shliqlarida havo yaxshi aylanmaydi. Shuni hisobiga u yerda tez shamollash yuzaga kelishi mumkin. Ularga tavsiya qilamiz albatta rengenologik endoskopik tekshiruvdan o'tgandan so'ng
burun to'siqini to'g'irlashdi. Ya'ni nafas olishni erkinlashtirish, ravonlashtirish tavsiya qilamiz. Nafas olish qiyin bo'lgan bemorlar tez-tez shamollashga moyil hisoblanadi ular. Yana shu o'rinda bitta narsani so'ramoqchiman. Yuqorida boya o'zimda kuzatildi dedim, tomoq og'rig'i mana sezayotgan bo'lsangiz, ovozim unaqa ovoz bo'g'ilgan. ozgina bo'g'ilgan va quloq bilan ham bog'liq. Quloq ham ba'zida siz misol uchun hozir gapirayotgan bo'lsangiz, xuddi sizni ovozingiz bonkani ichidan kelayotganga o'xshayapti. Keyin ko'pchilik odamlar qulog'i bitib qolsa, paxtachali tayoqdan foydalanadi quloq tozalashda. Ular aytishadi-da, misol uchun zararli deb. Lekin shunga qaramasdan ham foydalanadigan insonlar bor-da. Ularga nima maslahat berasiz? Bizga ko'pchilik murojaat qilib kelishadi, ya'ni qulog'im eshitish pasayib ketib qoldi. Biz bitta ko'ramizda qulog'ingizga qo'ladingizmi deymiz. Albatta qayerdan bildingiz deyishadi. Sababi uxachizga quloqni yo'lidagi serani, probkani, kirni tozalaganda ichkariga itarib yuboradi xolos. Bu esa tashqi eshituv yo'lini shinanishi, eshitishda pasayishi, hattoki quloq pardasining yirtilish holatlarini yuzaga keltirishi mumkin. O'shaning uchun quloq bitdimi, samolecheniya qilmaslik kerak-da. Har xil turli xil eritmalar tomizdirmaslik kerak. Albatta lor shifokoriga borish kerak. Lor shifokori maxsus eritmalar yordamida bezarar tozalab beradi. Shu joyda maxsus eritma deganingizga so'radim. Misol uchun quloqda kirlar yig'ilib qolishi mumkin, ichida to'planib qoladi va bu jarayonda uni chiqarib tashlash uchun perikisdan foydalanishadi-da. Bu hech qanday ziyoni yo'q-a uni? Perikis yumshatish vazifasini bajaradi. Lekin bu perikisni quloq pardasiga nisbatan quloq pardasi agar butun bo'lgan bemorlarda ozgina perikis iliq holatda tomizdirib biz yumshatib olamiz, keyin bezarar tozalab tashlaymiz. Agar quloq pardasi, bir xilgilar quloq pardasini hatto teshilganini ham bilmaydi-da. Teshik quloq pardalariga agar perikis bilmasdan quyib boriladigan bo'lsa, ko'ngilsiz holatlar yuzaga kelishi mumkin. Juda ham kuchli quloqda og'riq, shovqin, hattoki quloq pardasini yirtilish holatini kattalashtirib, quloqdan qon oqish ehtimolligi ham bo'ladi. O'shaning uchun faqat lor shifokorining yoniga borib, quloq pardasi butunligi yoki butunmasligini tekshirib, keyin tozalatish kerak. Keling, endi savollarimiz mavzusini birozgina o'zgartiramiz yo'nalishini. Eshitishni bilishimcha 4 ta darajasi mavjud. Endi fanda, tibbiyotda va ko'p quloqchinni hozirgi kunda har birimiz foydalanamiz. O'qishda, ishda, yo'lda, ko'chada. Mana shu quloqchinlarda baland musiqalarni tinglash va haddan oshiq ko'p tinglash quloqlarimizga qanchalik zarar beradi? Albatta, eshituvni 4 ta darajasi bor. Birinchi daraja eshitish pastligi, ikkinchi daraja eshitish pastligi, uchinchi daraja eshitish pastligi, to'rtinchisi esa karlik. Albatta bu ma'lum bir etap bilan 4-darajaga boradi. Muntazam ravishda quloqchinlardan foydalanadigan bemorlar to'g'ridan to'g'ri quloq nerviga ta'sir qiladi. Ichki quloqda nervlar joylashgan bo'ladi. Ular hech qachon zararlangandan keyin qayta tiklanmaydi. Yuqori tovush chastotaligi bilan eshitgan bemorlarda albatta eshitishi borgan sari yomonlashadi. Biz ularga tavsiya qilamiz, imkoni boricha ichki quloqchinlar biz tashqi quloqchinlardan foydalanishdi. Sababi ichki quloqchinlar eshituv nerviga, ya'ni ichki quloqqa to'g'ridan to'g'ri bosim beradi, ovoz beradi, signal beradi, zararlanish ehtimolligi ko'payadi. Tashqi quloqchinlar esa mana eshituv suyakchalari bilan tashqari tomondagi eshituv suyakchalari bilan birgalikda ichkariga o'tkaziladi. Tashqi quloqchinlar ularga nisbatan zararsiz. Lekin bundan ham ko'p foydalanish albatta ichki quloqdagi nervlarni o'lishiga sabab bo'ladi. Bir kunlik shunaqa naushniklardan, quloqchinlardan foydalanish soatlari deymizmi yoki normasi deymizmi, qancha bo'lgani maqsadga muvofiq bo'lardi? Tibbiyotda ma'lum bir soat belgilanmagan, lekin imkoni boricha kamroq foydalangan ma'qul. Bir xilgilar ertalabdan kechgacha foydalanishadi. Eshitish, misol uchun kimdir bilan muloqot qilishda foydalanish bu xavfsiz usul hisoblanadi, lekin kun davomida baland ovozda musiqa tinglab yurish bu albatta zararli hisoblanadi. Aka, ijtimoiy tarmoqlarda bir ma'lumotga ko'zim tushdi. Quloq bilan kasallanish ayniqsa yosh bolalarda ko'proq kuzatilar ekan. Misol uchun endi yosh ota-onalarga nima maslahatlarni berasiz o'sha quloq bilan bog'liq kasalliklar bo'lmasligi uchun? Yosh bolalarda va nima uchun aynan yosh bolalarda ko'proq kuzatiladi? Sababi yosh bolalarda eshituv nayi borda. Evistaxiy nayi deyiladi. Ularda kalta nozik keng bo'ladi.
hamda gorizontalroq joylashgan bo'ladi. Mhm. Bu eshituv nayi quloqni burun bilan bog'laydi. Mm. Burundagi oddiy shamollash ham eshituv nayi orqali quloqqa Mm. tezda o'tib ketib qolishi mumkin. Mm. Biz ularga tavsiya beramiz, xona haroratini bir xil me'yorda ushlash kerak, Ha. namligini ta'minlab turish kerak. Ularda burun bitib qolmasligi kerak. Mm. Burun bitib qoldimi, asta-sekin burunda shilliq yig'iladi. Mm. Bu shilliq ikkilamchi infeksiya, bakteriya tushishi hisobiga yiringlaydi Mm. va qulog'iga o'tib ketish ehtimolligi yuqori Ha. bo'ladi. Shuning uchun burundan nafas olishda tiklanglar, xona haroratini bir xilda ushlanglar hamda namligini bir xilda ushlanglar deymiz. Tushunarli. Yaqinda yana bir qiziq holatga duch keldimda. Shamollash yo'q, boshqa yo'q, lekin quloqlar shamollagan ekan bir tanishimizni. U jarayonda o'sha shifokor tashxis qo'yibdi, quloqlar shamollagan va otitmi deb atalar ekan bu tibbiyotda. Mana shu haqida nimalar deya olasiz? Qanaqa birdan bo'lib ketishi mumkin? Hech qanaqa simptomlarsiz bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Bu otitni ham turli xil formalari bor, ya'ni guruhlarga bo'linadi. Tashqi otit bor, o'rta otit bor, ichki otit bor. Asosan o'rta otit hamda tashqi otit bilan kelishadi. Bu tashqi otit tashqi eshituv yo'lini shilinishi hisobiga yoki cho'milganda o'sha yerga suv to'planishi hamda u yerda jarohatlar ikkilamchi infeksiyani tushishi hisobiga yuzaga keladi. Bunda quloqda juda ham kuchli og'riq bo'ladi. Hatto eshituv pasayib, quloq yo'llari torayib qoladi. Endi o'rta otit esa 90% holatlarda, 95% holatlarda burnidan o'tib ketgan bo'ladi. Yosh kattalarda o'tishiga sabab burnidagi shilliqlarni, yiringlarni burni ochiq bo'lmagan holatda qoqadi-da. Ha. Burun ochiq bo'lmagan holatda qoqsa, bu qulog'iga o'tib ketib qolishi mumkin. Ah. Endi yosh bolalarda hozir aytganimdek, bu eshituv nayini kalta, nozik, keng hamda gorizontal joylashishi. Yosh kattalarda burnini noto'g'ri qoqishini hisobiga o'tib ketib qoladi. Shu joydagi bitta sal boshqacharoq savol bermoqchiman. Burun bilan bog'liq. So'nggi paytda ko'pchilik blogerlar aynan burunni operatsiya qildirish jarayonida to'satdan olamdan o'tib qolgan holatlar ham kuzatildi va bu jarayonda o'sha nima deymiz, xususiy klinikalarda ko'proq shunaqa holat kuzatilyapti. O'zi burunni operatsiya qildirish qaysi holatda mumkin? Burunda operatsiya qildirish surunkali kasallik bor bemorlarda, ya'ni surunkali sinusit kasalliklari borda, burun yondosh bo'shliqlarida. U yerda kista bo'lishi mumkin, polip bo'lishi mumkin, gribok bo'lishi mumkin. Agar shuni operatsiya qilmasa, bu muntazam ravishda boshqa og'riqni yuzaga keltiraveradi. Burundan tomoqqa balg'amni oqishini yuzaga keltiraveradi. Hamda nafas olishda qiyinlashishni yuzaga keltiraveradi. Nafas olish qiyin bo'lgan bemorlar, boshda og'riq bo'lgan bemorlar bizga murojaat qilishadi. Biz ularni rentgenologik tekshiruvdan so'ng operatsiyaga tavsiya qilamiz. Hamma bemor ham operatsiya qilinavermaydi. Maxsus ko'rsatmasi bor, operatsiyaga muhtoj bemorlarimiz albatta operatsiya qilinishi kerak. Mana shu burun va quloq kasalliklari, xususan shamollash davrida insonlar o'sha uyda o'zlaricha qo'llanma asosida tuzatmoqchi bo'lishadi o'zini, ya'ni xalq tabobati deyishadi, boshqa deyishadida, aloe yoki boshqa o'simliklarni suvini tomizishadi yoki nimadirlar qilib o'zicha chora izlashadida. Bu jarayonga yaxshilash uchun mana shu holatlarda kutilmagan vaziyatlar bo'lib qolishi mumkinmi? Masalan, o'zboshimchalik bilan qilgan ishlarini. O'zboshimchalik bilan qilgan ishlari albatta hozir aytganimizdek, gaplashganimizdek, o'zboshimchalik bilan misol uchun quloq og'rib qolsa, farzandlari yoki o'zlariniki turli xil spirtli eritmalar tomizdirishi mumkin. Bu esa quloqdan yiring oqishi, noqulay holatlar, hatto quloq pardasining yirtilishi holatlarini yuzaga keltirib qo'yishi mumkin. Misol uchun burunda ham xuddi yiring to'planadi, uni o'zi lecheniya qilib tezda qoqib tashlaymiz, tezda tugatib yuboramiz deydi, antibiotik yoki maxsus dorilar qabul qilmaydi. Shuni hisobiga quloqlariga o'tib ketish holatlari bo'ladi yiringlarda. Va mana u hozir juda ham ko'paygan follikularning angina, tomog'ida bodonson bezlar yiringlab ketish holatlarida. Uy sharoitida bizga kelishadi, kattalarimiz, ota-bobolarimiz artishgan deyishadi. Yo'q, bu artish noto'g'ri. Sababi tomoqdagi bodonson bezlarda 8 tadan 10 tadan teshichalar, kriptalar mavjudda. Agar u yerdagi yiringni artiladigan bo'lsa, bu ichkari
ichkariga o'tib ketishi mumkin. Ya'ni bu yerda juda katta qon tomiri joylashgan. U yerga o'tib ketib, infeksiya, turli xil kasalliklar yuzaga keltirishi mumkin. Anginani oldirdim deyishadi-da. Bu angina oldirilgandan keyingi bo'ladigan proseslar yoki bo'lmasam jarayonlar qanaqa bo'ladi? Keyin qayta shamollamaydimi, anginasi ishmaydimi qayta? Anginani oldirdim deyishadi. Anginani maxsus ko'rsatmalarga binoan olinadi. Ya'ni bir yil davomida 3-4 martadan ortiq turli xil angina ko'rinishlari, ya'ni yiringlab ketishi, temperatura berishi 3-4 martadan ortiq bo'layotgan bo'lsa, bu angina bo'g'imlarga og'riq bersa, tizzalarga, qo'lga, buyrakka og'riq berib, pielonefrit kasalligini yuzaga keltirsa, yuraklarga parok berishi mumkin. Bunda rema prova topshiradi. O'zimizda qon tahlili topshiradi. Agar bu ko'rsatkichlar baland chiqadigan bo'lsa, anginani olib tashlash kerak. Anginani olib tashlangandan keyin angina qayta boshqa bezovta qilmaydi. Lekin organizm yana shamollashi mumkin. Sababi tomoqda faringit, ya'ni halqum bor, u yana yallig'lanishi mumkin. Tomoq yana og'rishi mumkin. Tomoq og'riyveradi, Yana lekin tomoq angina og'rishi ishmaydi. Yo'q, angina bo'lmaydi hech qachon. Bir xil aytadilar, anginamni oldirdim, men yana tomog'im og'riyapti deydi. Anginani oldirish bilan tomoq og'rish boshqa narsa, og'rishi mumkin. Biz operatsiyadan oldin ham aytamiz buni. Boshqa tomog'im og'rimaydimi dedi. Yo'q, tomoq katta joyi. Angina bo'lmaysiz, lekin boshqa kasalliklar, faringitlar bo'lishi mumkin deymiz. Tushunarli. Bugun ijtimoiy tarmoqlarga bir stories qo'ygan edim. Lor mutaxassisimiz bilan suhbatlashamiz, qanday savollarni bersak bo'ladi degan bir nechta odam savollarni yozgan. Hozir bu yerda bolalarda adenoid kattalashganda qanday davolash usullari mavjud degan savolni yozdi. Albatta, bu adenoid darajasiga bog'liq. Birinchi daraja adenoid bo'layotgan bo'lsa, bu davolamaydi. Bu bezovta ham qilmaydi. Agar ikkinchi daraja adenoid bo'layotgan bo'lsa, bu keltirib chiqaradigan sabablarga qarab davolanadi. Ya'ni ikkinchi daraja adenoid bo'lsa, bolalarda quloqlar tez-tez og'rib qolish holatlari bo'ladi-da. Tez-tez og'riydigan bo'lsa, og'zini ochib uxlasa, xurrak otsa, tez-tez shamollash holatlari hamda plikus bo'ladi. Ya'ni jag'lar. Jag'lar nomutanosib bo'ladi. Tishlar noto'g'ri chiqib ketib qoladi. Tungi vaqtda siyib qo'yish holatlari bolalarda kuzatilishi mumkin. Tungi enurez deyiladi. Bunda ikkinchi darajada, uchinchi darajada bo'ladigan bo'lsa, bunda olib tashlash kerak. Bir xil holatlarda ikkinchi darajada bo'ladigan bo'lsa ham adenoid bezovta qilmaydi. Bola og'zini ochmaydi, xurrak otmaydi, shamollamaydi. Ko'rganimizda ikkinchi daraja bo'lib turadi, unga tiyilmaydi. Albatta shikoyatlarga qarab olib tashlanadi. Tushunarli. Navbatdagi savolga o'tamiz. Ovozni yo'qotib qo'ygan odam tezroq tuzalishi uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Ovozini yo'qotib qo'ygan odam ko'proq birinchi navbatda dieta qilish kerak, ikkinchi navbatda umuman ovozni ishlatmay turish kerak. Ya'ni bu yerda hiqildoq, ovoz bo'ylamlari borda, hiqildoqni yallig'lanishi, laringit deyiladi, ovoz chiqmay qoladi. Bunda asosan biz ingalyatsionniy dorilar, ya'ni bug'li dorilardan foydalanamiz. Bu ularga umuman shirinliklar, rizatilniy achchiqli narsalar yemay turasiz va imkoni boricha gapirmaysiz deymiz. O'zi 3-4 kundan keyin sekin ovozi chiqishni boshlaydi. Shamollash paytida insonlarda tomoq og'rig'ida ikki xil jarayon kuzatiladi-da. Mana quruq yo'tal, keyin nam yo'tal kabi farqlanishlar mavjud. Mana shu aytib o'tganingizdek, boya yuqorida aytganingizdek, ingalyatsiya usuli ham bor tibbiyotda. Qaysi birida o'sha ingalyatsiya qilish mumkin yoki qaysi birida mumkin emas? Ikkalasida ham mumkin. Ikkalasida ham mumkin. Bu qandaydir bir nojo'ya ta'sirlari yo'qmi ingalyatsiyani? Faqat qo'shiladigan dorilar, ingalyatsiya uchun qo'shiladigan dorilar boshqacha bo'ladi. Bir xilgina, misol uchun влажный yo'tallarda balg'am ko'chiruvchi moddalar bilan birgalikda ingalyatsiya qilinadi. Tezroq balg'amni ko'chirib, u yerdan tezroq ko'chirib yo'qotib yuborish kerak. Bir xilgilarda mana quruq yo'tal bo'ladi-yu. Unda yumshatadigan dorilar. Tezroq yumshatib, shu yo'talni yo'qotishga qaratilgan. Aka, tomoq og'riganda birinchi dori ichmasdan turib, baribir foydalanib ko'ramiz o'zimiz bilgan narsalarimizdan. Misol uchun tuzli suv qilamiz, yo bo'lmasa chayin soda qilamizda, o'sha g'arg'ara qilamizda, keyin uni chiqarib tashlaymiz-ku. Rostdan ham shu foydalimi yo'qmi? Foydali bo'ladi. Sababi tuzli suv qilsak, tuz bu bakteriostatik ta'sir ko'rsatadi-da, ya'ni tomoqdagi anaerob bakteriyalarga qarshi zo'r ta'sir ko'rsatadi. Bir xilgilar bir kunda yaxshi bo'lib qolishi mumkin. Bir xilgilar 3-4 kunda yaxshi bo'lishi mumkin. Biz uy sharoitida ham tuzli suvga bir ma'lum bir eritmalarni qo'shib chayishni tavsiya qilamiz o'zi. Nimalarni misol uchun? Misol uchun oddiygina yod. 4-5 tomchi yod qo'shib, bir stakan
tuzli suvga shuni 3-4 mahal g'arg'ara qilib turasiz deymiz. Inshaalloh shifo bo'ladi. Yana ba'zi insonlar tomog'i og'rigan paytda eshitishim bo'yicha kompressli bog'lamlar ham qilishar ekan. Bu qanchalik foyda beradi? Kompresslar yaxshi ta'sir qiladi. Sababi u birinchi navbatda qon aylanishini yaxshilaydi. Qon aylanishi yaxshilandimi, u yerda mahalliy immunitet kuchayadi. U yerda yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Shishlarni kamaytiradi. Antiseptik ta'sir ko'rsatadi. Ma'lum bir vaqt ichida tomog'ingiz yengillagandek bo'ladi. Albatta bu foydali kompress qilish. Nafaqat tomoqqa, quloq og'rigan bemorlarga ham kompress tavsiya qilamiz. U qanday shaklda bo'ladi? Albatta quloqni tashqari qismiga kompress qilib spirtlarni qo'yib, albatta boshda aylantirib o'rab qo'yiladi. Bu mahalliy qon aylanishini yaxshilab, hozir aytganimdek, foydali bo'ladi. Mana hozir aytib o'tdik, O'zbekiston, umuman butun dunyo bir pandemiyani boshdan kechirdi, ya'ni koronavirusni. Shundan keyin bevosita bu kasallik o'pka, quloq, burun, tomoqqa o'sha paytda o'z ta'sirini yaxshigina ko'rsatdi va undan keyin ham iz qoldirdi inson tanasiga umuman. Undan keyin mana hozirgi jarayonda ancha vaqt o'tdi oradan, ancha yillar o'tdi. Mana shu qoldirgan iz chiqib ketadimi yoki inson tanasida qoladimi? Burun, tomoq, quloq organlarida. Misol uchun hozir koronavirus qanday ta'sir qilgan bo'lishi mumkin bizga, lor a'zolariga? Ichki qulog'imizda eshituv suyakchalari joylashgan. Eshituv suyakchalari bu uni gormonlarni ko'p olindi-ku o'sha paytda. Bo'lar bo'lmas 10 kunlab, 14 kunlab har xil samolecheniya qilganlar ham bo'ldi. O'sha paytda bu gormonning hisobiga eshituv suyakchalari qotib qoladi. Qotib qolgandan keyin bu yumshashi ehtimolligi past. Bu qotib qolgan suyakchalar eshituvni pasaytiradi. Eshituvni pasaytirgandan keyin albatta bizga kelishadi. Biz Coviddan keyin shunaqa bo'ldim deb kelishadi. Biz ularga eshituv suyakchalarini almashtirish, ya'ni protez qo'yish amaliyotini, ya'ni operatsiyasini bajarganmiz, hozir ham bajarib kelyapmiz. Eshituvlari ko'tarilyapti, yaxshi tomonga o'zgaryapti. Ya'ni Covid bilan asoratlangan bemorlarni davolayapmiz. Burun bilan bog'liq yana bir savol bermoqchiman aka. Burun o'z-o'zidan qonashi mumkinmi? Mumkin. Qaysi holatda, misol uchun nima ta'sir qilgan bo'lishi mumkin unga? Burunni o'zi bilan bog'liq qonash 30% bo'ladigan bo'lsa, burunga bog'liq bo'lmagan holda burun qonashi 70%. Bu bilan nima demoqchiman? Burunni o'ziga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, burun shilliq qavatlari yupqalashi yetib bo'ladi. Bir xilgilar burun spreylardan ko'p foydalanadi, shilliq qavatni yupqalashtirib qo'yadi, shuni hisobiga qonuvchan bo'lib qoladi. Endi burunga bog'liq bo'lmagan qonash esa qo'shni a'zolarga bog'liq, ya'ni qon aylanishida buzilishi hamda qonni suyuqlanuvchanligi, davleniyani ko'tarilganligi, qon bosimini nazorat qilmaslik. Bu holatlarda ham burun qonash yuqori bo'ladi. Insonda stressli vaziyatlarda yoki bir tushkun kayfiyat bo'laversa yoki bosim bo'lsa ishda, o'qishda yoki hayotda, mana shu masalan qulog'ida eshitish bilan bog'liq nuqsoni bor insonlarga ta'sir qilar, natijada quloq eshitishi yana ham pasayishi kuzatiladimi? Bo'ladi. Sababi bizda ichki quloqimiz eshituvni qabul qilish vazifasini bajaradi. Tashqi quloq, o'rta quloq o'tkazish vazifasini bajaradi. Bu yerdagi stresslar yoki stress hisobiga yuzaga keladigan qon bosimi oshishlari bu yerdagi ichki quloqdagi nervlarda qon aylanishini buzib qo'yadi. Bu esa nervlarda tiklanmas jarayonlarni yuzaga keltirib, albatta bu eshitishni pasaytiradi. Demak, shamollashdan tashqari mana shu har qanday stress ta'sir qiladi. Stress albatta ta'sir qiladi. O'pkaga yoki yurakka ta'sir qiladigan lor kasalliklari bormi? Albatta, biz o'pkaga bog'liq bo'lgan misol uchun burun yoki tomoqdagi o'tkir kasalliklarni o'z vaqtida davolamaslik u yerdagi infeksion kasalliklarni pastki nafas yo'llariga o'tib ketish ehtimolligini oshiradi. Ya'ni burningizda rinit yoki tomog'ingizda faringit bo'ladigan bo'lsa, o'z vaqtida davolamadingiz, lecheniya qilmadingiz, o'tib ketadi deb yurdingiz. Bu asta-sekin pastki nafas yo'llariga o'tadi. Bronxit kasalligi rivojlanadi, o'tib ketadi desa yana bormiz. Bu asta-sekin o'pka kasalliklari, pnevmoniya kasalliklarini rivojlantiradi. Sizda burningiz zo'r bo'lib ishlab tursa, o'z vaqtida lecheniya qilsangiz, tomog'ingiz zo'r ishlab tursa, o'z vaqtida lecheniya qilsangiz, pastki nafas yo'llariga o'tish ehtimoligi 90% gacha kamayadi. Tushunarli. Hozir yana bitta savol bermoqchiman aka, buni o'qib beraman sizga. Xo'p,
baribir bu kasalliklarni davolashda zamonaviy texnologiyalardan foydalanilyapti. Albatta. Bugungi kunda lazer yoki endoskopik usullar qaysi kasalliklarda misol uchun samaraliroq bo'ladi? Bizda xalq tili bilan aytganda bizga keladigan bemorlar lazerda qilasizlarmi deyishadi operatsiyalarda. Xalq tili bilan aytganda lazerli instrumentlar bizda endoskopik shaver bo'ladi. Endoskopda o'zi bo'ladi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida endoskopga qarab maxsus endoskopik shaver yordamida bolalardagi hozir aytganimiz adenoid bezlari olinadi. Hammasi bizda zamonaviy tarzda o'tadi. Yoz bo'yi ko'pchilik insonlar chanqaydi yoki boshqa qiladi. Oddiy xona haroratidagi ichimliklarni ichishdan bosh tortib, ko'proq muzdek ichishga odatlanishadi-da. Bu jarayon qanday kechadi ichki organizmga? Masalan, aytamiz, og'zaki zarar ichma, qo'y, xona haroratidagi ichlaymiz, lekin tibbiyot tilida shuni tushuntirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Muzday yoz oylarida biz o'zimiz tavsiya qilamiz, iliq holatda ichishni tavsiya qilamiz. Sababi tomog'iga muzday tushirsa, u yerdagi o'tkir kasalliklarni rivojlantirib qo'yadi. Ya'ni bir marta sovuq ichdingiz, u yerda mahalliy immunitet biroz pasayadi. Yana bir marta sovuq ichdingiz, u yerda mahalliy immunitet yana tushadi. U yerdagi anaerob mikroflora endi aktivlanib ketib qoladi u yerda. Tinimsiz sovuq ichishni hisobiga endi u yer qizarib, shishib, asta-sekin yiringlab ketishni boshlaydi. Bu yillar davomida bilinmasdan kelishi mumkinmi? Yo'q. Chunki ba'zi insonlarga ta'sir qilmasligi mumkin U aytishadi. misol uchun immunitetga bog'liq. Organizmda kimdir immuniteti slabый, kimdir immuniteti yaxshi zo'r. Bu immunitetga bog'liq. Immunitet baland bo'lsa, hozir aytganimdek, anaerob mikroflorani bosib turadi. Ularga 80% holatlarda u sovuq ta'sir qilmaydi. Endi immunitet past bo'lgan bemorlar bitta nafas unaqa ichdimi, sovuq ichib qo'ydim, u tomoq og'rig'ini yuzaga keltirishi mumkin. Lekin bitta narsa bor yana, burundan nafas olish qiyin bo'lgan bemorlar og'izdan oladi. Shuni hisobiga ularda tomoq og'rish ehtimolligi yuqori. Ularda surunkali faringit, atrofik faringit hamda allergik faringit yuzaga keladi. Ularda oddiy bir stakan iliq yoki muzday suv ichishda o'zi kifoya. Tomog'ini og'ritib qolishi. Hozir shu haqda so'ramoqchi edim o'zi. Burun orqali to'g'ri nafas olishni inson salomatligiga qanday ta'siri bor? Burun orqali to'g'ri nafas olishda endi bevosita odam uxlaganda burundan nafas ola olmasa og'izdan oladi. Burunda o'zidan to'g'ri nafas olsa bu inson salomatligi. Burundan nafas olish yaxshi bo'lgan bemorlarda birinchidan uyquchanlik, ya'ni stress kam bo'ladi, bosh miya kislorod yaxshi yetib boradi. Keyin kun davomida tetik bo'lib yuradi. Pastki nafas yo'llari yoki o'tkir kasalliklar bilan kasallanish ehtimolligi yo'q bo'ladi qashda. Sababi burun havoni ilitib, namlab, mayda chang zarrachalardan tozalab o'tkazib beradi. Agar og'iz bilan nafas olinadigan bo'lsa, bu tomoqda og'rishi pastki nafas yo'llariga o'tib ketish ehtimolligini oshiradi. Keyin bolalarda ham tez shamollashi shu burundan yaxshi nafas olmaganligi hisobiga bo'ladi. Hozir hayot bir juda ham ilmoqli gap menga ta'sir qilib ketdi bir so'zi. Uxlaganda ko'pchilik odamlar o'sha o'zlari bilgan, bilmagan holda xurrak yotadi. Bu xurrakka nima sabab bo'ladi va uni qanday yo'qotish mumkin? Albatta, hozir xurrak vaqti, ya'ni burundan nafas olish qiyin bo'lgan bemorlarda yoki pastki nafas yo'llariga havo yaxshi yetib bormagan bemorlarda xurrak yuzaga keladi. Bu esa tungi apnoeni yuzaga keltirishi mumkin. Ya'ni tungi vaqtda nafas 10 sekund, 20 sekund davomida to'xtab qolish holatlari bo'ladi. Keyin o'ziga kelib, bunday nafasi ichiga tushib turib ketadi bemorlar. Agar bu holat surunkali ravishda davom etaversa, yillar davomida bu hattoki o'limga olib kelishi mumkin. Ya'ni uxlab turmabdi degan gaplarni ko'p eshitamiz. Bu ham bir sabab hisoblanadi. Demak, Javohir aka, suhbatimiz orqali tomoshabinlarimizga kerakli va foydali ma'lumotlarni taqdim eta olgan bo'lsak, bizning asl maqsadimiz ham shundan iborat edi. Suhbat uchun rahmat deymiz. Vaqt ajratib kelganingiz uchun o'zimizning minnatdorligimizni izhor etamiz. O'ylaymizki, ancha kerakli bo'lgan ma'lumotlarni o'zingizga oldingiz va yana qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, bemalol shifokorimizni o'zlariga bog'lanib, ularga murojaat qilishingiz ham mumkin bo'ladi. Bizga ajratilgan vaqt esa o'z nihoyasiga yetdi. Nasib etsa kelgusi podkastlarimizda diydor qadar sog' salomatlikda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qilishga majbursiz. Rahmat sizlarga ham, ishlaringga rivoj. Rahmat.